Assalomu alaykum. Chorva savdo YouTube kanalining a'zo obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga payshanba 2025-yil 22-may biz Namangan viloyati Namangan tumani Arzonchilar va O'qituvchilar qishlog'i Tepaqo'rg'onda, ya'ni Abdulloh do'stimizning xonadonidamiz. Boshlangan kunlaring xayrli va barokatli bo'lsin deya biz video syomkalarimizni boshladik. Marhamat tomosha qiling, like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar, bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolisa bundan-da zo'r, bundan-da chiroyli video syomkalarni qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Videoni oxiriga ko'rib bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolisa bugungi video obzorimizda naslga qo'chqorlarning zo'ridan o'sha liniyasi borlardan ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum Abdulla. Mazangiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? İşleriniz bo'lyaptimi? Xudo xolisa bugungi naslga necha partiya Abdulloh? 4 ta. 4 dona, 4 partiya qilib chiqaramiz. Xudo xolisa. Hurmatli obunachilar, videoni oxiriga ko'rib tursalaring, xudo xolisa naslga qo'chqorlarda haqiqiy liniyasi bordan chiqaramiz. Bularni qachondan beri boqasiz-a bu hurmatli obunachilar? Siz kanalimizda yangisiz. Endi ikkovimiz mehmon o'ynaymiz-da. Shuni eslangizdan chiqarmaysiz-a? Biz sizni xonadoningizda mehmonmiz, siz bizning kanalimizda mehmonsiz. Shuning uchun chiroyli qilib savdolash, chiroyli qilib narx qilib chiqarib beramiz buni. Buni yoshi nima ekan buni? Buni yoshi yangi 4 yosh. 4 taga endi chiqdi. So'rasini bo'ldi. Endi chiqarib. Hurmatli obunachilar, to'ldirgan yo'q. qo'chqorga yaxshilab bir e'tibor berib, oyoq qo'liga bir e'tibor berib ko'ringlar mana. Bumbarazriz bor, haqiqiy zot yo'nalishga deydigan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Yelka kengliklariga bir yaxshilab e'tibor berib ko'ring qo'chqor. Xo'p, yeb ichishda muammosi yo'q. Yo'q, xudoga shukr, sog'lig'i zo'r. Sog'lig'i zo'r. Mana oldi tushlarga bir yaxshilab e'tibor bering, hurmatli obunachilar. Har doimgidek oldi kengligi ham haqiqatan o'ta zo'r ekan. Har doimgidek eslatib o'taman. Xo'p, telefonda har doim ham katta qo'y sal kichikroq ko'rinadi. Suyagi o'ta baquvvat. Imkon boricha ustiga kelib olsalaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Olgan odam ham, sotgan odam ham bir-biridan hijolat qilib olmaydi, hurmatli obunachilar. Xo'p, gap o'tib ketay. 05 kadrda olingan yo'q. 05 kadrda emas. 05 kadrda emas, обычный holatda olinyapti. Shu oddiy holatda olinyapti. Hurmatli obunachilar, mana kimga yoqsa ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa zoti tayin. Zotini bunisi tayin emas, ketin, arashan, dog'lari bor, kastaklar baquvvat, kuchli, naslli qo'chqor. Mana kastaklarni ko'rishingiz mumkin, mana bunlari baquvvat, ilikka qaraladi. Buni ancha bo'ldi tayyorlanyapti. Liniyasi bo'lish kerak. Aniq bilmayman buni. Aniq bilmaysiz liniyasi. Liniyasi bor, bitta bor. Aniq bilganim. Qo'chqorimiz zo'r. Yeb ichishlari, gazlari xudo xolisa zo'r, sovutib qo'yilgan. Tayyor, hozir shunga borib qo'yishaveradi. Borib qo'yishaveradi. Bo'ldi. Bo'ylarni bir o'lchaylikchi. Bo'ylarni bir ko'ring. Hurmatli obunachilar, bo'yboslarga bir yaxshilab e'tibor berib ko'ring qo'chqor. Hurmatli obunachilar, salkam 1 metr ekan-a. 98 dedi. O'zlari baho berishaveradi. Hurmatli, uzunligini qo'ying-chi, uzunligini. Uzunligi ham 1 metrdan birdan oshib ekan uzunligi. Hurmatli obunachilar. Abdulloh, buni narxini nima deymiz endi? Buni narxini endi yaqinlashtirib aytavering. 13 millionga qilib beramiz. Xayri bormi? Ozmoz bor. Qancha xayri? 11larga bitadimi? Yo'q, chapasiga ketadi. Chapasiga ketadi. Hurmatli obunachilar, kanalimizda mehmonsiz-da siz, haligi Abdulloh. Shunga yo'lida aytavering, ish bitadigan qilib. Hurmatli obunachilar, bu odamni tanimasalaring, tanimanglar, haqiqiy qo'ydi zo'rini boqadi. Video davomida shu sovliqlarni ham ko'rsatib o'taman, imkon boricha, lekin sovliqlarni ham, qo'chqorlarni ham haqiqiy liniyasi bor, toza vajdan boqollar. Zot yo'nalishga qidirgan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Narx-navo qimmat bo'lishi mumkin, lekin qo'yni zotiga qarab sotiladi, hurmatli obunachilar. 13 millionga xayr qilib beramiz. Xayr qilib beramiz. Chiroyli qilib xayr qilib beramiz. Xudo xolisa. Ha? Hurmatli obunachilar, mana kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. 13 million so'mga xayri bor. Xudo xolisa. Dastlabki xizmatni Samarqandga qilamiz dastlabkasini. Bizda Samarqandga qo'yiladi. Hurmatli obunachilar, kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Biz keyingi partiyamizni chiqazamiz. Mana hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamiz yaxshilab bir
Qo'chqorga bir e'tibor bering, haqiqatdan o'ta suyagi. O'ta buzuq, dumbarazliz bor, haqiqatdan o'ta go'zal. Tishi nima ekan buni, Abdulloh? Bu ham yangi 4 tish. Bu ham yangi 4 tish. Ha. Zot yo'nalishga bu ham sovutib qo'yilgan, O'ta Alloh xolisa. kuchli, Tishini ha. ko'rsatib qo'ying. Mana. Vau, yangi chiqib 4 tishga. Hurmatli obunachilar. Xo'p, garbonos bor, garbonos joyida. Xo'p, oldi kenglik zo'r, tushlar nihoyatda zo'r. Aylantiring qo'ydi. E'tibor bering, dumbarazliz bor, oyoq kenglik, hozir yelka kengliklarni ham ko'rsatib o'taman. Badanni ham bir ushlab ko'ring buni Orifjon. Men badanni ushlashim shart emas. Biz obunachilar o'zi ko'rganda bilishadi qanaqaligini. Xudo xolsa tushungan odam ko'rganda tushunadi buni. Bo'yini bitta o'lchaylik. Bo'yini olib Necha chiqyapti? Bu ham 1 metrmi? Nechaga beramiz? 95 plyusga olishaveradi, ha? Xudo xolsa, hurmatli obunachilar, Qo'chqorni faqat yirigidan chiqardi. Bugun videoni oxiriga ko'rib, bittadan like tirsilatib bosib qo'yinglar. Xudo xolsa video obzori o'ta chiroyli bo'ladi. Buni yedishda muammosi yo'q. Xudoga shukr, umuman yo'q. Buni ham zoti yaxshi, xudo xolisa, toza zotli. Xo'p, buni narxini nima deymiz, do'stim? 13,5 kam bor deymiz, do'stim. 13,5 kam. beramiz. O'tib beradigan joyi bor. Xudo xolsa, hurmatli obunachilar, har bitta chiqaryapgan qo'yimizni o'tib beradigan joyi bo'ladi. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolisa. Yeb ishlarda muammosi yo'q mana. Kalla garbonoslar ham o'ta chiroyli joylashgan. Hamma yo'q kelishgan holda, hurmatli obunachilar, 13,5 million so'm kami bor deyaptilar. Endi buni bir narsa so'ragani ham bir o'nakilarga bitadimi? Telefon qilishsin. Telefon qilsa bitadi. Hurmatli obunachilar, xudo xolisa kimga yoqsa ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar, telefon qilasizlar, ish bitadi. Biz keyingi partiyamizni chiqazamiz. Hurmatli obunachilar, mana va'da qilganimizdek, mana ona bolani qaranglar, ona bolani ham haqiqiy zo'rlari. Ikkitasini bolasi bor ekan-a? Bittasi bo'g'ozmi? Bo'g'oz ashulasi. Qaysi biri? Oqi. Oqi, mana o'si bo'g'oz. Hurmatli obunachilar, mana o'si bo'g'oz ekan. Mana bolalari o'quvchilar u tarafida turibdi, ko'rinmayapti. Hurmatli obunachilar, o'sha va'da qilganimizdek, sog'liqni ham zo'ridan, qo'chqorlarni ham haqiqiy zo'ridan boqar ekanlar. Har kim go'zallik saloniga boradi, Orifjon aka mana shu qo'ylar. Voy, hurmatli obunachilar, eshitdilang, go'zallik saloni. O'tin barazreza qarang, qo'zi. Maqtanyapti o'ylashmasa, Hop, 2000 ga berilmagan u ikki sog'liq. ikkala sog'liq 2000 dollarga sotilmagan. Kattalar, ha? Yoshlari qanaqa bo'lardi? 3 yashar, 2 yashar. 3 yashar, 2 yashar. Buni nimami? Har doimsiz sotaveramizmi? Pulga kirsa sotamiz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar, sog'liq oyoqqan bo'lsa ham. Mana hurmatli obunachilar, 3-partiyamiz haqiqiy zot yo'nalishga qidirib yurgan aka-ukalarimizga toza qonli qo'chqor kerak, menga oyoq qo'li baquvvat bo'lsin, haqiqiy zo'r odam bo'lsin deydigan aka-ukalarimizga xotirjam uyolmay tavsiya qilaveradigan variantini garbonos qarang. Garbonoslar ham o'ta chiroyli. Tishini ko'rsatingchi buni. Tishi nima edi buni? Bu endi qo'zidan 2 tishga o'tdi. 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. Haqiqatan mana oldi tushlarini qarang. Oldi tushlari haqiqatan nihoyatda zo'r. Oyoqni baquvvatligini qarang. Oyoq qo'lda baquvvatligi. Qo'ziligida 110 kilo edi. Qo'ziligida 110 kilo edi. Hozirchi? Hozir bilmayman yaqin o'rtada. Bu ham sovutib qo'yilgan, xudo xolsa tayyor. Tayyor. Shunga olib borib qo'shib yuborishaveradi, xudo xolsa. Hurmatli obunachilar, mana bir e'tibor berib ko'ring, qo'chqorni haqiqiy zo'rlari. Kastalarga qaranglar. Naslga haqiqiy zo'rlari chiqyapti. Bir e'tibor berib ko'ring qo'chqorga. Haqiqiy zo'rlar. Bo'yini o'lchaylik shunisini ham. Nechiga beramiz buni bo'yini? Bu oxirgi marta tortganimiz 95 edi. Ha, Bundan bu o'lchaganimiz. 95 plyus tashyapti. O'syapti-da bu. O'syapti. Hali o'sadi, xudo xolsa. O'sadi bu. Endi qo'zidan chiqdi bu. 1 metr. Uzunligi ham 1 metrdan ziyod ekan. Metrdan oshiq bu. Buning narxini nima deymiz endi, Abdulloh? Buni narxini 1100 dollar qilib beramiz. 1100 dollar. Ha. Xayri bor. Ozmas, ko'pmas. Biz baland olingan. Bu liniyasi bor, lekin bilmayman. Liniyasini bilmaysiz. Yo'q, liniyasini bilmayman. Hurmatli obunachilar, liniyasi bor deyaptilar, lekin bilmas ekanlar. Lekin qo'yga javob ekan. Qo'ydi qoniga javob, tozaligiga javob. Kimga yoqsa ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa, videoni oxiriga ko'ringlar, toza zotli arashan, quloqlari ham adashmasam bir 22 mikin shunaqa chiqadi. Keyingi partiyani chiqaramiz. Mana hurmatli obunachilar, liniyasiga javob deyap turgan qo'zilari, hali qo'zi. Hop,
Xudo xolsa yeb ishlarda muammosi yo'q. Yo'q. Qani buni tishini bir ko'rsatingchi, tishdan boshlaylik. Qo'zi bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar. Quloqni qarang. Quloqni Quloq mashallah. joylashuvlari mana. Quloq joylashuvlari ham haqiqatda o'ta keng ekan. Mana. Hop, oldi tush. Hamma yo'g'i kelishgan holatda. Dumbarazli. O'ta zo'r mana. Dumbarazlizni qarang, haqiqiy zo'r. Hop, qulog'i nechi chiqadi? 21 dan edi. 21 edi. 21,5 edi. Bo'ldi, 21, 21,5. Zotiga Xudo xolsa javob. Qanaqa liniya dedingiz buni? Bo'yini to'xtab turing. Bo'yini bitta o'lchaylik. Ushlang bo'yini. 93 edi. 93 ida, O'smagan bo'lsa, sovuqlik ichida chiqdi-da bu. 95 ekan. 95. 95. Endi gapiring buni. Qanaqa? Lina Vikot, Sin Karabel, Kilichka Ayubuski. Boshqatdan yana bir marta. Sin Lina Vikot, Vikot, hop. Sin Karabel, Karabildi o'g'li, Kilichka. Kilichka Ayub. Ayub bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring. Men gapirganim yo'q. O'zlari gapirib, siz og'zingizdan chiqqaniga javob qilasiz. Hurmatli obunachilar, mana og'ziga chiqqaniga javob qiladi. Xudo xolsa qo'y toza liniyalik. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $2000 taqalgan. $2000. Xayr qilib bermaymizmi? Hali qo'zi hurmatli obunachilar, bo'ybaslar 95 sm, quloqlari 21 plyusda 22 sm chiqib qoladi. Yosh qo'zi, uzunligi ham 1 metr ziyod. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak $2000. Kimga yoqsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'chqorni bir qur o'zim mana chiroyli qilib ko'rsatib o'taman. E'tibor bering. Yelka kengliklariga, dumbarazrizga, hamma yo'g'i mana kelishgan holatda. Xudo xolsa kimga yoqsa ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Zot yo'nalishiga qidirib yurgan, toza liniyali qo'chqor qidirib yurgan aka-ukaklarimizga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Abdulloh, sizni bozoringizni bersin, uka. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringdan chiqmasin. Kanalimizdan yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar.